Assalomu alaykum do'stlar, men ismim Ibrohimjon. Bugun sizlarga Deriva Collections proyekti haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Video davomida proyektni lokatsiyasi, uylarni planirovkalari, beradigan qulayliklari, umuman narxlari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Xo'p, ko'rib turganlaridek bu juda ham chiroyli ishlangan proyekt. O'zining shaxsiy plyajlardan iborat bo'ladi. Bir qancha suv elementlari ham bor, yashil zonalari bor, bir qancha zdaniyalardan, ya'ni binolardan iborat. Xo'p, keling, lokatsiyam haqida informatsiya berib o'tamiz. Xo'p, bu mana Dubay xaritasi, Dubay aeroporti, Downtown, Palma va Marina. Biz aytgan proyekt Dubay Islandsda joylashgan. To'g'rirog'i Island B'da. Bu joydan aeroportga o'rtacha 15 daqiqalik yo'l, Downtownga 20 daqiqalik yo'l va marinalarga o'rtacha 25-30 daqiqalik yo'lda joylashgan. Xo'p, hozir Dubai Islands shiddat bilan rivojlanayotgan rayon hisoblanadi. Suv bo'yidaligi va orol bo'lganligi, plus undan tashqari suv bo'yiga qaragan o'sha rivojlanib bo'lgan rayonlarga nisbatan narxlarni nisbatan arzonligi investorlar uchun ham, suv bo'yida uy qidirayotgan insonlar uchun ham juda ham ajoyib variant bo'lib turmoqda hozirda. Biz aytgan proyekt mana shu joyda qurilyapti. O'zining shaxsiy plyajlari bor va boshqa. Bundan tashqari rayonda o'zining moli bor, umumiy plyajı bor. Bu tarafda hozirda hashamatlik villalar rayoni qurilmoqda bu binoning orqasida. Va bu bilan nimani beradi? Bu yerdagi kvartiralarda ochiq manzarali bo'lishini ta'minlab beradi. Ya'ni biz aytgan proyekt mana shu joyda tushadigan bo'lsa, bu tarafda уже baland binolar yo'q. Bu kvartiralarning hammasi ochiq manzarali bo'ladi. Xo'p, kelar proyektga qaytadigan bo'lsak, bu proyekt ko'rayotganlaridek shunday joylashadi. Bir qancha zdaniyalar, binolardan iborat aytganimizdek. Mana bu Meriva Sunset, bu bo'lsa mana Gardens, bu yerda Shores, mana bunisi mehmonxona va bunisi penthouselardan iborat bo'ladi. Sunset 20 etajdan, Gardens 10 etajdan va Shores 6 etajdan iborat zdaniyalar bo'ladi. Bundan tashqari ko'rayotganingdek grand floorlarda, birinchi etajlarda umumiy qulayliklari bor. Bundan tashqari har bitta zdaniyaning o'zini qo'shimcha qulaylari ham bo'ladi. Mana bu birinchi etaj. Ko'rib turganinglardek har bitta binoda o'zining alohida kirish lobbisi bor. Bundan tashqari buni ko'rayotganinglardek mana basseynlari bor, mana basseynlar. Mana bu ham basseynlari bor. Bundan tashqari sport zallari bor. Sport zal mana. Yana qani, nima aytdim, sport zal. Bu yerda ham sport zal. Yana mana bolalar basseyni, bolalar basseynlari bor. Bolalar o'ynaydigan joylari bor mana bu yerda, mana bu yerda, mana bu yerda ham tennis va basketbol kortlari bor. Bundan tashqari ko'rayotgandek atrofini suv elementlari, yashil zonalar, mana retaillar deb qo'ygan. Bular endi magazinlar, ma'lum bir restoranlar va boshqalar bo'ladi. Yugurish yo'lakchalari va boshqalar. Yana nima desak bo'ladi? Qisqacha qulaylari ko'p. Umuman ground floorda ko'rib turganlaridek bir qancha qulayliklari bor. Buni hamma shu yerda yashagan insonlar bemalol foydalansa bo'laveradi. Xo'p, ko'rib chiqamiz. Mana bu tashqi reception ko'rinishi. Mana reception qanday bo'ladi? Ko'rinishlari ko'rayotganidek high ceiling deb qo'yadi, ya'ni baland tomli bo'ladi. Juda chiroyli ishlangan proyekt. Deyarli hamma qulaylari o'zini yashaydigan insonlar uchun ta'minlab beradi albatta. Va biz aytgan bu Sunset 20 etajdan iborat bo'ladi. Aytganimizdek, 12-chi, 13-chi, 17-chi etajlarda qo'shimcha qulaylari ham bor o'zidagi yashaydigan insonlar uchun. Bu buni 12-chi etajda ko'rayotganlaridek yopiq basseyni, jakuzzisi, erkaklar va ayollar uchun kiyim almashtirish xonasi, lounge va sport zonasidan iborat bo'ladi. 13-chi etajda ochiq basseyni bor, ko'rayotganingiz. Ochiq basseyni, barbekyu zonasi va mana o'yingoh. Shunaqa ochiq manzarali bo'ladi. Yaxshi ishlangan. Xo'p, mana 17-chi etajda yashil zonasi bor. Ko'rayotganinglardek, bu yerda mana mini golf, oshnalar bilan o'tiradigan joylari, mana shaxmat doskasi bor, atrofni ko'radigan joydan iborat bo'ladi.
Xo'p, uylarga keladigan bo'lsak, uylar 1 bedroom, 2 bedroom va 3 bedroomli kvartiralar va 4 bedroomli penthouselardan iborat. Ko'rayotganingiz juda chiroyli ishlangan, sifat jihatdan ham, dizayn jihatdan ham va umuman aytadigan bo'lsak, uylarni planirovkasi ham juda ham har bitta joydan unumli foydalanilgan. Xo'p, uylar shunday topshiriladi, ko'rib turganingizdek, mebelsiz. Xo'p, buni 1 bedroomli planirovkasi ko'rayotganlarik, mana bu yerdan kirish, oshxona, katta zal, umumiy sanuzel va mana yerda yotoqxona bor. O'zini garderob va sanuzellar bilan va umumiy balkondan ham iborat bo'ladi. Xo'p, bu mana 2 bedroomli planirovkasi, mana bu yerdan kirish, oshxonasi, katta zali bor. Bu yerda umumiy sanuzel va ikki tarafda ikkita alohida yotoqxonalar bor. O'zini sanuzellari bilan birga, garderoblari bilan birga umumiy balkondan iborat bo'ladi. Xo'p, bu 2 bedroomlikda kattaroq varianti 2 bedroom plus study deyiladi. Mana bu yerdan kirish, oshxona, katta zal, mana umumiy sanuzel va mana bu yerda study room. Endi bu yerda ishchilar xonasi qilish mumkin, yo'sam shu bolalarni o'qiydigan joy qilish mumkin. Va mana bu yerda bitta yotoqxona. O'zini sanuzellari bilan mana yerda master yotoqxona. O'zining garderob, sanuzeli bor va balkondan ham iborat va umumiy balkon ham bo'ladi. Va bu planirovkalarda boshqacharoq variantlari ham bor, lekin bular asosan shular uchragani uchun ko'p holatda shuni ko'rsatmoqdamiz. Mana bu yerdan kirish, bu 3 bedroomlik oshxona, katta zal, mana umumiy sanuzel va mana bu yerda yotoqxona, ikkinchi yotoqxona va umumiy sanuzel bor va mana yerda study room bor, o'zining sanuzel bilan va mana yerda asosiy yotoqxona, o'zining sanuzel bilan va umumiy balkondan iborat bo'ladi. Va bu 4 bedroomli planirovkasi, penthouse planirovkasi. Bu yerdan kirilganda katta zalga kiriladi. Mana yerda ochiq oshxonasi bor, keyin yopiq oshxonasi bor. Umumiy sanuzel, keyin study room bor. Va mana bu yerda bitta yotoqxona, o'zining sanuzellari bilan va mana yerda ikkita yotoqxona. O'zining sanuzellari bilan va mana yerda master yotoqxona. Ko'rayotganingizdek, o'zining garderoblari, sanuzellari bor va balkondan iborat bo'ladi. Bundan tashqari, umuman penthouse kattagina terrasasi bor, o'zini basseynlari bilan birga. Xo'p, proyekt chiroyli ishlangan, har taraflama jozibador, planirovka jihatdan ham, beradigan qulaylari, dizayn jihatdan ham, joylashuv jihatdan ham kelajakda narxlarini o'sish ehtimoli juda ham katta. Ayniqsa o'zini plyajlarga ega bo'lishligi, bir qancha qulaylari borligi, bundan tashqari o'zining yana alohida qulaylari borligi va kvartiralardan manzaralarni ochiq bo'lishligi juda ham bu proyektni o'ziga xos jozibador qiladi. Hozirda quruvchi 70 ga 30% operatasini taklif qilmoqda. Ya'ni 70% qurilish davomida 30% kalitlar topshirilayotganda. Boshlang'ich to'lov 20%, boshlang'ich narx 3 million dirhamdan boshlanyapti. Shu proyekt haqida qisqacha ma'lumotlar shu sizlarga yoqdigan umiddamiz. Savollar bo'lsa aloqaga chiqinglar, kanalimizga a'zo bo'linglar. Rahmat katta.